Assalomu alaykum akalar. 2018-yilda ishlab chiqarilgan ikkita labimiz kelib qolgan. Ikkalasi ham 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Metan gazlari bor. Ko'rishingiz mumkin. 4 ta yumshoq balonlarda turibdi. Ikkalasiga ham yumshoq balon qo'yib qo'yilgan. Xo'p, arqa tunukalarni qilib qo'yilgan. Bunisiga qimmat rezinkalardan tashab qo'yilgan. Bu mashinamiz ko'rishingiz mumkin. Salon holatlari polni tinfini qilingan. Yaxshi pul sarflab qo'yilgan. Bu mashinamizni probegi 153 ming probegda ekan. Endi probegi o'ziniki basini bilmaymiz. Xo'p, mana oldi holatlarini ko'rishingiz mumkin. Tekis holatda mashinamiz. Bunisini ko'rsatib o'tamiz. Salon holatlari. Probegi 308 ming probegda ekan. Mashinamiz yaxshi zo'r holatda ekan. Egalari buni 10% kraskasi bor deyapti. Ikkalasi ham shunaqa ekan. Tekshirtirib olaverasizlar. Telefon nomerini qo'yib qo'yamiz. 5300 dan baho aytishyapti. Telefon qilib baraka qilib olaverasizlar.